Farmatsevtika va tibbiy buyumlar savdosi bilan shug'ullanadigan tadbirkorlar uchun mo'ljallangan farma bo'limini hozir sizlar bilan ko'rib, o'rganib chiqamiz. Farma bo'limi bu farmatsevtika mahsulotlarini savdosi bilan shug'ullanuvchi alohida litsenziyaga ega bo'lgan korxonalar ishtirok etuvchi bo'lim. Bu yerda o'sha tibbiyot muassasalari, davlat tashkilotlari, poliklinikalar, shifoxonalar tibbiyotga oid buyumlarni sotib olishlari mumkin. Bu ham UZEX tarkibiga kiradigan platforma farma.uzex.uzniki. Bizni dasturimiz Avtopilot uni qanday qulaylashtirib beradi? Masalan, birinchi o'rinda takliflar sahifasi. Bu sizni o'sha farma.uzex.uz savdo maydonchasi orqali qabul qilgan takliflaringizni qulay shaklda, ya'ni birinchi tugaydiganini eng oldinga qo'yib, sizga taxlab beradi. Ya'ni bilasizlar, mana farmada ishlaganlar bilishadi. Birinchi bo'lib eng oxiri tugaydiganlar turadi. Ya'ni siz agar eng yaqinda tugaydigan lotni ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana bu joydan yuklanishni kutib oxiriga o'tishingiz kerak. Va bu juda ham sekin yuklanadi. Shuning uchun biz shunaqa yechim qilganmiz. Yechimimiz shunaqaki, birinchi tugaydigani eng boshida chiqadi. Mana ko'rib turibsizlar, 29 minut qolgani eng birinchida turibdi. Qolganlari u yog'iga uzoqlashib ketaveradi. Xullas, masalan, mana bu lot tugagandan keyin bu avtomatik tarzda eng orqaga o'tib ketadi va oldingi, ya'ni sizni ish stolingizda haqiqiy tugayotgan aktual bo'lgan lotlar ko'rinadi. Shu taraflama qulay va bu joy o'zidan narx berib yuborishi mumkin. Masalan, sizniki agar bitta farma aytiga to'g'ri keladigan, bitta nomzod bo'ladigan bo'lsa, shu joy o'zidan narxi yozib berishingiz mumkin. Yoki agar bir nechta variant to'g'ri keladigan bo'lsa, siz buni avval tayyorlab olishingiz mumkin. Hozir bitta misolda ko'rib chiqamiz. Bulutlar ko'pchiligi o'zi bittalik, mana ko'proq nomzod chiqadigani, masalan, Melbek mahsulotida ko'rishinglar mumkin. Mana bu joydan birontasini o'z tanlab olishingiz kerak, chunki bunda nomzod juda ham ko'p va uni o'z birortasini tanlashingiz kerak. Dastur shunaqa qilinganki, eng aktual bo'lgan, eng yaqin bo'lgan, shunga yaqin bo'lgan natijalarni sizga yaqinlashtirib olib kelib berib qo'ygan. Siz faqatgina mana shu joydan tanlashni bosib turib, narxini kiritasiz va hisob raqamni ham o'zi eng katta summalisini avtomatik tanlab qo'yadi. Shuni tayyorlab qo'yish yoki mana shu joy o'zidan yuborishingiz mumkin, narx berishingiz mumkin. Keyingisi bu tovarlarim bo'limi. Yana takliflar bo'limida bir narsa yoddan ko'tarilibdi. Bu joyda viloyatlar bo'yicha filtrlashingiz mumkin, tugaganlarni ko'rsatishni bosishingiz mumkin yoki mana bunday ko'rinishda jadval ko'rinishida ham ko'rishingiz mumkin yoki kartochka ko'rinishida ham ko'rishingiz mumkin. Avtomatik savdo bo'limi bor. Avtomatik savdo bo'limida siz agarda birorta tovarlarga mana farma ID bo'yicha narx qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, dastur o'zi ana shu farm IDga o'sha bergan mana bu necha daqiqa qolganda narx berishini ko'rsatib qo'ysangiz, o'sha vaqtda narx berib qo'yadi. Ya'ni siz boshqa ishlaringizni qilib yuraverasiz, dastur o'zi siz uchun savdo qilib yotaveradi. Bu bo'lim hali test rejimida ishlatib ko'rdik, ishlaydi, lekin sizga tavsiyam buni avval ehtiyotkorlik bilan sinab ko'rish kerak va avtomatik savdoga qo'yib qo'ygan tovarlaringizni narxini vaqti bilan tekshirib turishingiz kerak. Ya'ni narx o'zgarib qolishi mumkin. Bu avtopilot esa uni eski narxda savdo qilib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bu joydagi ma'lumotlarni boshqarish majburiyati sizda turadi. Agarda eski ma'lumot bilan avtopilot biror narx berib yuboradigan bo'lsa, bu bizni majburiyatimizga kirmaydi. Takliflar sahifasidagi ma'lumotlar real vaqt davomida farma
saytidan olinadi. Agarda uni yangilamoqchi bo'lsangiz, yangilash tugmasini bosib yuborishingiz ham mumkin. U yana bir marta yangilab, eng oxirgi kelgan takliflarni ham ko'rsatadi. Keyingi bo'limi bu tovarlarim bo'limi. Tovarlarim bo'limida bilasizlar, Farma saytlarida Farma ID bo'yicha qo'yiladi tovarlar. Shuning uchun biz boshqa bo'limlarga qaraganda boshqacharoq qildik. Bu osonroq, soddaroq varianti. Xullas siz bu joyda birma-bir mana bu tovar yaratish orqali tovar nomini yozib turib, plyus belgisini bossangiz, mana shu tovarlaringiz ichiga kirib qoladi va rasmni avtomatik tarzda dastur o'zi tortadi. Hozir ko'rib turibsiz, mana Levon mahsulotiga rasm topilmoqda. Ha, topildi. Rasmni ko'rishingiz mumkin yoki uni o'zgartirib qo'yishingiz ham mumkin. O'zingizdan boshqa rasm yuklashingiz ham mumkin. Va shu joyi o'zida masalan mana shu bitta tovarni joylashini bosadigan bo'lsangiz, joylash yakunlandi, joylandi. Buni endi ko'ramiz mana kabinetimizdan. Mening tovarlarimda e'lon qilinganda mana Levanil, mana publikovan, mana 31-iyul kuni joylandi. Yana bir ko'proq tovar joylamoqchi bo'lsangiz, agar buni osonroq yo'li sizda albatta menimcha Excel bo'lsa kerak. Mana bu ko'rinishda Excel shablonini yuklab olasiz va mana ko'rib turibsizlar. Excel'dagi shablon mana shu ko'rinishda. Uni yuklab olib turib shablonni, shu shablon asosida o'zingizlar tovaringlarni to'ldirasizlar va uni avtopilotga yuklaysizlar. Mana bu joydan Excel'dan yaratishdan mana shuni yuklab turib yuklashni bosadigan bo'lsanglar, avtomatik ravishda ana shu Excel'dagi tovaringlarni mana bu joydan rasmini topib, o'zi joylab chiqadi, tovarlarim ichiga qo'shib chiqadi va keyin ularni hammasini mana bunday belgi qo'yib turib yoki sahifadagilar hammasini tanlash orqali yoki umumiy boshqa ikkinchi, uchinchi sahifadagilarni ham tanlash orqali joylashni bossangiz, joylashtirib yuboradi. Bu joydagi tovarlaringiz ichidan qidirishingiz uchun masalan mana bu joydan poisk berishingiz mumkin. Mana Levofloxacin topayapti. Farma ID bo'yicha ham qidirsangiz bo'ladi, MNN bo'yicha qidirsangiz ham bo'ladi. Keyingi bo'lim bu nazorat bo'limi, ya'ni bu joyda siz joylashtirgan tovarlaringizni statusini ko'rib turasiz. Farmada qanaqa holatda turibdi, nechta tovar joylashtirgansiz va hokazo shular ko'rib turasiz yoki mana bu barcha tovarlar ichidan qaysilarini joylashtirgansiz, qaysilarini joylashtirmagansiz, mana shu ma'lumotlarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Keyingi bo'lim bu shartnomalar bo'limi. Shartnomalar bo'limida mana bu ko'rinishda shartnomalar qulay turadi. Bular Telegram orqali yuborish mumkin yoki shuni belgilash orqali belgilab turib, buni kompyuterdan chiqarib yuborish ham mumkin. Masalan, mana shu ikkalasini olib turib, pechat qilishni bosadigan bo'lsangiz, kompyuterdan bitta betga chiqarib beradi. Mana bu joydan birorta yetkazib beruvchi, birorta xaridorni INNsi bo'yicha yoki mahsulot nomi bo'yicha ham shartnomalaringizni filtrlab topib olsangiz bo'ladi. Shartnomalaringiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, mana bu joydan shartnomani to'liqligicha ko'rsangiz bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz. Biz endi faqat asosiy kerakli joyini qoldirganmiz. Shartnoma raqami, sanasi, shartnomani predmeti va rekvizitlarni qoldirganmiz. Chunki eng ko'p kerak bo'ladigan narsa shu, qolgan shablonli narsalar kerak emas. Xo'p, razvedka bo'limida xuddi boshqa bo'limlar bilan bir xil, o'zingizga kerakli bo'lgan, masalan, raqobatchingizni yoki buyurtmachini qo'shib qo'yasiz va uni
bozordagi faoliyatini kuzatib borsangiz bo'ladi. Bu joyda rejalar yo'q, chunki farmada umuman plan grafik yo'q. Bu joydan Excelga yuklab olishingiz ham mumkin va tahlil qilishga oson bo'ladi. Shartnomalarni ham Excelga yuklab olishingiz mumkin, hisobot yuritish uchun kerak bo'ladi. Keyin takliflarda eng muhim joyi qatnashuvchilarni ko'rsatib turadi. Masalan, mana bu lotda 7 kishiga taklif borgan. Bu qatnashuvchilar emas. Masalan, 7 kishiga mana shu lot bo'yicha taklif borgan, lekin uning ichidan necha kishi qatnashishi noma'lum. Shunga qarab turib, masalan, qancha odamga ko'proq taklif borgan bo'lsa, shuncha kamroq narx berasiz yoki qancha raqobatchi kam bo'lsa, shuncha balandroq narx berishingiz mumkin. Lekin bizda ba'zi holatlarda mana bunday nol yozuvlari ham uchramoqda. Buni hali sababini bilmadik. Bu nima deganini bildiradi. Chunki balki bu faqatgina o'sha lotda joylashtirgan tashkilotni loti bosilganligini bildiradi. Undan boshqa raqobatchi hech kimga taklif bormaganligini bildirsa kerak. Mani taxminim bo'yicha shunaqa. Yoki bu ma'lumot umuman yo'q. Yoki berilmaydi. U noma'lum. Shuningdek, mana bu joydan tugaganlarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Tugagan lotlarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Tugaganlarni ham ko'rsatadi. Agar buni o'chirib qo'yadigan bo'lsangiz, tugaganlarni ko'rsatmaydi. Mana bu joydan yangilasangiz bo'ladi. Farma bo'limida ham sizni agar tovarlaringizni muddati o'tgan bo'lsa, ya'ni o'sha srok istok deymiz biza, muddati tugab qolgan bo'lsa, avtopilot dasturini o'zi ana shu muddati tugab qolgan lotlaringizni, e'lonlaringizni yana qaytadan uzaytirib qo'yadi. Mana shu joyini ham hisobga oling. Bu ham sizga ancha yordam beradi va juda kerakli funksiya. Sababi sizda agar esingizdan chiqib qoladigan bo'lsa, tovaringizni muddatini uzaytirib qo'yish esingizdan chiqib, u aktiv emas holatda bo'lib qoladigan bo'lsa, sizga tender uchun taklif kelmaydi. Siz tenderdan quruq qolasiz va qatnasha olmay qolasiz. Mana bu joyda masalan nimaga ba'zilarda tenderlarda qatnashuvchilar soni kam bo'lib qolgan? Chunki ular mana shu tovarni joylashmagan yoki joylashgan bo'lsa ham ularni tovarlari aktiv emas holatga o'tib qolgan. Shuning uchun bu lotlarda raqobat kam. Agarda siz ham shunaqa chetga chiqib qolishni xohlamasangiz, u holda avtopilotni o'rnatib ishlatib qo'ying, kompyuteringiz ishlab yotaversin. U sizga lotlarni, e'lonlarni avtomatik tarzda uzaytirib yotaveradi va siz bu yoqda qolgan ishlaringizni qilaverasiz. Sizni qo'lingizni, vaqtingizni olib qo'ymaydi bu narsa. Sizga mana shuni tavsiya qilaman. Albatta, avtopilot dasturini ishlatib ko'ringlar. Avtopilot dasturi 10 kunlik bepul ishlatib ko'rishi mumkin max tarifida. Agarda bu videoni ko'rayotgan yangi mijozlar bo'lsa, hali avtopilot dasturini ishlatib ko'rmagan mijozlar bo'lsa, sizlarga albatta o'zim tavsiya qilaman. Ishlatib ko'ringlar. Bu dasturni ishlatib ko'rganlar albatta ma'qul kelmoqda, ancha ishimizni yengillashtirdi deyishmoqda. Sizlar ham foydalanib ko'ringlar. Shu bilan farma bo'limi bo'yicha videomiz oxiriga yetdi. Agar sizlarda bironta savollar yoki takliflar bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqinglar yoki mana shu videoni tagida izohlarda yozib qoldiringlar. Agarda takliflar bizga ma'qul keladigan bo'lsa, yana qo'shimcha funksiyalar ham kiritib berishimiz mumkin.